Assalomu alaykum aziz vatandaşlar. Sizlarga Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Ceneva'daki merkezinde 2 minutlik malumat vermekçi. Bu ko'rayotgan bu zalımda Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeyişinin 41. yig'inlik yig'ini bugun ertaga soat 9'da başlandı. Hozir davom etadi. Bu yerda Kişilik Hukuk Komitetining Oliy komissari Michel Bachelet xonim Echilish nutq so'zladi. Komissiyaning raisi echilish nutq so'zladi. Bulgariya qatorli bir qancha davlatlarning prezidentlari kelib echilish nutq so'zladi. Bachelet xonim bu yerda Uyg'urlarning kişilik hukuk vaziyatini Birleşken Devletler Teşkilatı Oliy komissarining Xitoyga Sharqiy Turkistonga bo'lgan ziyoratini cheklamasligini bu yerda tekshirish olib berish ruxsat qilish masalasini o'tirib qo'yib o'tdi. Ham bu yerda bizim bu yerga kechidan Germaniyadan, Yevropaning har qaysi davlatlardan bir qancha qarindoshlarimiz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın oldida namoyish qilish uchun Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistondagi bir qancha million insonlarimizning erkinligini talab qilib menga bazı belediyenin aldığı namoyish qilib keldik. Bu yerda bugun bu namoyish qilishimizga maqsad atalmış Abdum rayonning muavin reisi Erkin To'qniyaz ki bugün bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın içilişinde nutq so'zlamoqchi. Ammo har holda Xitoy hukumati bu yerdagi bizningki noroziligimizni ko'rgan bo'lishi mumkin yoki xalqaro besimlarga duch kelganligini ko'rgan bo'lishi mumkin. Bizga hozir kelgan ma'lumotga qaragan chaqda bu Erkin To'qniyazning bu yerdagi so'zlash nimasi amaldan qoldirilgan. Buning tam sababini bilmaymiz, ammo amaldan qoldirilibdi. Bugun so'zlamaydi ekan, keyin kunlar so'zlamdi va yoki amaldan qoldirib bilmaymiz. Bu mu bizim bir qalbimiz deb o'ylayman. Sizlarga bu yerdan bu salomni yetkazaydim. Rahmat. Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Men Parat Yurunqosh hozirman sizlarga Shveysariyaning Jeneva shahridagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosining oldidagi bu maydondan naq maydonda sizlarga bu program taqdim qilyapman. Bugun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kişilik Hukuk Oliy Kengashininki 40. navbatdagi umumiy yig'ini bugun boshlandi va bu yig'inning ichilish murosimiga Xitoy mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining cho'ng bir vakillar umumi bilan keldi va bu vakillar umumining tarkibida atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoniniki xalq hukumatiniki qo'rchoq muavin raisi Erkin To'qniyazmi bu yerda Xitoy hokimiyati o'zining Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini oqlash uchun bu yerda o'zining jinoiy qilmishlarini yurgizirish uchun xalqaro jamoatchilikning ko'zini bo'yash uchun ataytan uni so'zligini birga boshlab keldi. Umakning tarkibida atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoniniki muavin raisi Erkin To'qniyazmi bor. Biz Yevropada yashayotgan Uyg'urlar Dunyo Uyg'ur qurultiyining chaqirig'i va o'rinlashtirishi bilan bugun mana biz Germaniya, Gollandiya, Shveysariya, Belgiya, Fransiya qatorli davlatlardan qarindoshlarimiz kelib bu maydonga to'plandi. Asta-asta to'planyapti. Birazdan keyin, yani 10 minutdan keyin namoyish boshlandi. Namoyish Shveysariya vaqti soat 11 dan 3gacha davom qiladi. Avtonom rayoninki qo'rchoq raisi, qo'rchoq muavin raisi Erkin To'qniyazmi bugun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kişilik Hukuk Oliy Kengashining 41. navbatlik umumiy yig'inida so'z qilmoqchi. Biz mustabid kommunist Xitoy hukumatining jinoiy qilmishlarini fosh qilish uchun bu yerga keldik. Buni ko'rib turibsizlar. Bu maydonga, BDTning oldidagi bu maydonga bizningki jazo lagerlarida turayotgan Uyg'ur sarxillari, adablarimiz, shoirlarimiz, yozuvchilarimiz, diniy olimlarimiz, ziyolilarimiz ninki bu yerda rasmlari chizildi. Sharq Turkistonning ayolsizlik ko'k bayrog'i Xitoy vakillar umumiga birozdan keyin mushu oldimizdagi ko'chadan o'tib, bizning bayroqning oldidan o'tib, bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu binosiga kirdi. Mana Birlashgan Davlatlar Tashkilotining binosi ko'rib turibsiz qarindoshlar. Bugun bu maydonda biz Uyg'urlardan boshqa yana boshqa millatlarmi bor, masalan Sri Lankaliklar, Tunisliklar mu oq tarafda namoyish qiladi, ammo biz Uyg'urlar bu namoyishning eng oldin qatorida. Men sizlarga Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Jenevadagi binosi oldidagi maydondan, naq maydondan buni beryapman. Ba'zi chet ellik muxbirlarmi kelibdi.
Birleşken Devletler Teşkilatı yığını katlaşıp hozir qatnashib chiqdi. Qanday bo'lgan hesap Hozir yig'in 9'da başlandı. Xo'sh. Ben 2 saat katlaşıp ben namoyishga chiqdim. Hozir birazdan keyin kiramiz. Yig'inda Başlar Hanım Kişilik Hukuk Kengesinin Ali Komissarı nutq so'zlab dunyodagi kişilik hukuk meselesi to'xtab, Sharq Turkiston meselesi to'xtaldi, Uyg'ur meselesi to'xtaldi. O'zining va o'zining xodimlarining Sharq Turkistonga berib, hech qanday to'solg'isiz tekshirishiga Xitoy hukumatining ruxsat qilishini yana bir qatim talab qildi bu yerda. Bu bir yaxshi bir avval. Uningdan boshqa Hong Kong meselesini mutlaqib o'tdi. Hong Kong xalqining namoyish erkinligiga hurmat qilish kerakligi, insonlarning yig'ilish erkinligi bo'lmasligini yana talab qildi. Uningdan boshqa nurg'ulg'an davlatlarning prezidentlari elchish nutq so'zida berdi. Bulgariyaning, Islandning, shunga o'xshaydigan Armeniyaning tashqi ishlar ministri. Amdi bir xo'sh xabar, buni xo'sh xabar deyishga bo'ladi deb o'ylayman. Erkin To'xtiyaz bugun tushdan keyin gap qilmoqchi echilishimizda. Ammo hozir biz kelgan hozir men ichini egallab chiqqan xabar qancha uning so'zlashimizda eptash bitibdi. Bugun bu BDT'ning echilish nutqida so'z qilmaydigan bo'pti. Amdi tamamen hammasi eptashlayaptim, ertaga gap qilamni bilmaymiz, ammo bugun birinchi kundagi rasmiy echilishimizda bu Erkin To'xtiyazning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti so'z qilolmaydiganligini, bu huquqining bo'lmaganligini o'rganib chiqdik. Bu mushu kelgan qarindoshlarimizning bir g'alabasi deb o'ylaymiz. Balkim Xitoy hukumatı bu qadimgi kişilik huquq yig'inida bugun boshlandi, endi 2-3 hafta davom qiladi. Bu jarayonda nurg'ulg'an davlatlarning kişilik huquq tashkilotlarining besimiga duch keladi. Xitoy balkim bu Erkin To'xtiyazni akilish orqali, so'zlash orqali, o'zimizning yerida o'zimizning go'shtni qo'rish orqali mana men Uyg'urlarning reis kib so'zida dunyoning da'vat qilgan yolg'on chet eldagi Ostondagi atalmış milliy bo'lginchi kuchlarni da'vat qilib yolg'on deb bizni yolg'onchiga chiqarmoqchi. Ammo Xitoy bu maqsadga yetolmaydiganligini his qildimi, ishqib hozir ichidan shu xabarni chiqdik. Bu xabarni sizlar bilan o'rtoqlashishni o'ylagan ko'rdim. Hurmatli o'quvchilar, efendim, Xitoy hukumati izchil holda sizningki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'iniga qatnashishingizga norozilik bildirib, e'tiroz bildirib kelgan. Hatto buningdan keyin sizni bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga kirgizmaslik haqida maxsus Xitoy rahbarlarining degan gapi bor. Bu qatim buni yig'inga kiribsiz, mana kinishkingiz turdi. Yig'in kirib chiqdik. Kirdik, nurg'un Xitoy yamanjiq diplomatlarini to'kib o'tibdi ichiga. Men yig'in zaliq kirishmaman, shu har bo'limda kusur resimlarga tortib aşağıda kichik bolaning o'yinchiqlarni qilib odamlarni qo'yib o'tibdi. Ammo biz yerda erkin o'zimizning salohiyatimizni qo'llanib yerda yig'in qatnashdik. Bütün yig'in qatnashib qatimiz hech qanday bir cheklama bo'lgani yo'q. Xitoy faqat bir qancha qatim Nyu-Yorkda bahsga yetalgan, ama bu nimalarga hozir yetalgani yo'q. Mana deganing ko'nglingizdagidek men yig'in qatgan kirish kartini elib, yig'in qatnashib chiqdim, hozir namoyish uchun men keldik, birozdan keyin yana qatnashaman. Muvaffaqiyat tilayman. Muvaffaqiyat tilayman. Hurmatli aziz qarindoshlar, hozir To'lqin Aysa efendim bir xo'sh xabarni oldik. Asli mustabid kommunist Xitoy hukumati o'zining Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va jinoiy qilmishlarni yo'shirish uchun, o'zini oqlash uchun bu yerda maxsus atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonidagi muavin raisi Erkin To'xtiyazni bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kişilik huquq oliy kengashininki 41-navbatlik umumiy yig'inining ichilish marosimida so'zlashga boshlab ketgan. Ammo Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki e'tirozi bilan ham Dunyo Uyg'ur qurultiyininki e'tirozlari bilan Erkin To'xtiyazni qo'rchoq muavin rais Erkin To'xtiyazningki so'zlash huquqi bekor qilinibdi. Bu bir g'alaba bo'ldi. Çünkü biz bugünkü bu namoyishni bu yerda uyushtirishimizning asosiy maqsadi shu Erkin To'xtiyazningki bu yerda yolg'on shohidligini bitch qilish va Xitoyninki jinoiy qilmishlarini fosh qilish edi. Buni ko'rib turibsizlar. Buni bu qarindoshlarimiz Germaniya, Gollandiya, Fransiya, Belgiya, Shveysariya va Avstriya qatorliq davlatlardan kelgan hammasi oqshom kecha yo'l minib uxlamay keldi va hozir namoyishni rasmiy boshildi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki kişilik huquq oliy kengashining 41-navbatlik umumiy yig'ini ichilyapti. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi To'lqin Aysa efendim boshlig'idagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi hay'ati yig'inda bor. Buni ko'rib turibsizlar aziz qarindoshlar. Gerçi bular kecha uxlamay yo'l yurib kelgan bo'lsa-mu, ammo nihoyatda jangovar bir kayfiyatda, yuksak bir ruh bilan bu yerda turibdi. Assalomu aziz vatandoshlar, yurtdoshlar. Bugun biz namoyish rasmiy boshlandi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki oldida vatnimiz Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmlarni
lager meselelerini anlatış için bir qancha devletlerden kirip bir yerga yig'layapmiz. Bu ulug' davayimiz uchun, muqaddas davayimiz uchun aş vatanimizda izilayotgan xalqimizningki zulm chekayotgan lagerlarda ingrayotgan xalqimizning ovozi bo'lish uchun bu yerga kelgan har biringlarning qadimidan Allah razı olsun. Bu menayotgan qadamlarimizni, kurashlarimizni Cenab-ı Allah maqsadimizga yetishni nasib qilsin. Namoyishimiz hozir boshlandı. Bizning ruxsatimiz soat 3gacha davomlashadi. Men hozir Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa efendimni bu namoyishning ochilish nutqini so'zlashga taklif qilaman. Assalamu alaikum aziz yurttaşlar. Avrupa'nın her kaysi devletlerden keçisiz uxlamay muşu japalarını tatip Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldıda muşu namayışlıkın için kelginler için emmağlar köptün köp rahmet. Hakikaten bugün Germaniyadan, Gollandiya'dan, Belgiya'dan, Fransa'dan, Şvitsariyadan muşu koşun devletlerden karındaşlarımız keçi uxlamay bir şeyler keldinler. Çünkü bu kıtımkı namayışla uyuşturuşumuzun maksat her kıtımlık namayışlara okşaşla onunla okşamaydıgan şekilde bir bunun alayda ahdiyeti battı. Çünkü atalmış Şinjan Uygur Abdülhamid Rayı'nın muavin reisi Erkin Tohdiyaz ne Xitay hükümeti bugün bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kişilik hukuk kengelişinin 41. kıtımlık yığınının içiliş murasımı katlaştırıp bir yerde nutuk sözü güzüp Xitayning Şarq Türkistan'daki bir qancha milyon qarindoshlarimizni yig'ilish kamplarida azab chekayotganlikdan iborat bu reallikni yushirish, u yerdagi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yapayotgan bu zulmini qandaqdir terrorizm qarshi kurashning bir parchasi qilib ko'rsatish uchun dunyoning ko'zini bo'yash uchun bugun bu yerga uni akagan. Bu xabarni biz olgandan keyin qisqa bir muddatning ichida, bir haftaning ichida qaysilarga bir chaqiriq chiqadi. Demak, haqqaysınlar bu çakırıqqa kızgın avaz kuşup bugün bir yerge keçilerde yol menip bir yer keldinler. Hem de aslında bir yerge muşuk günlerde minliğin Uygurlar toplanalığın bolsak, bütün Avrupa Uygurlarının hemimiz toplanalığın bolsak 5-10 bin kişi. Erkin Tohdiyaz olsun, Xitay hükümeti olsun ve Xitay hükümetinin Şarq Türkistan'daki bu kırgınçılığın üstten duman bilen karavattan İnsanlar veya ki devletler gibi olsun, nait yaxşı bir signal olgan bulatdı. Ama vakit naiti kız bir vakit uğurlaştırılgan boğanlık için bir kısım karındaşlarımız her kıl sebeplerden bir yer kelenmedi. Ama şunun işinimiz ki bütün özünün kanıda, tomurda Uygurluk kanı yakavatkan, özünün vatanını Şarkı Türkistan'daydıgan, muşu bayrakların aşı vatanda lepildişini arzu kılıdıgan, her kandak bir Şarkı Türkistan purası, Uygur halkının kalbi bugün bize müşahede, bizden bile de oynayınız. Hem de imkaniyetleri turup, muşu hatta muş iştikadan bozuk usturup müşahede kelenmegen insanlarımızın var. Allah o insanlarını ıslah kılsın deyimiz, kalbideki bu korkunçunu yok atsın deyimiz, ulağa dua talavet kılımız. Vatan öyde oturup ilişkilen, vayaki kuruk dua bilen, vayaki bu vatan kaçan azat ola, karındaşlarımızı kaçan koyup bire diyen kuruk ham hiyal bilen azat olmaydı, kamp onunla takalmaydı. Bu köreş bilen, mücadele bilen, bedel söyleş bilen kol kilitliğen bir hak. Hiçbir kaçan hakni Xitay hükümeti bizgi tatlısı bilen sunmaydı. Bunu müştün silahı okşaydıgan cengçilerimizden, kahramanlarımızdan, köreşleri bilen, inkılapları bilen kolda alalayımız. Bugün biz bu bayraklı bugün Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldıda kalbimizde şu bayrakını aldı bilen tikerligen karındaşlarımızın şey kiraladık. Bugün kalbimizdeki bu bayrakını kalbimizden çıkarıp Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldıda aşağıda ayna 198 devletinin bayrağı var. Şunun altıda bu bayrakını yapılatımız. Bugün bunu biz bir yerde yapılatımız. Muşu ruh buluduğun bolsa bugün müşahede gelmiş karındaşlarımızdaki muşu ruh, muşu cengivarlık, muşu ruh buluduğun bolsa şunun işimiz ki bu bayrak çokum yakın gelgisi açtığın içi dilepildeydi. Bunun biz işimiz. Ama bu küreş bilen bulduğun gap. Kuruk gap bilen bulmaydı. Şununla bunu bütün müşaheden bizge ne bir yakta
naq maydondan ko'rayotgan va yoki qalbida biz bilan birga bo'lgan butun qarindoshlarimizga bu yoqdan bu orzuyimizni avatgan bo'lamiz. Endi yana bir masala bizning yuqorida o'tgandekidek bugun bu yerlik namoyishimizning maqsadi atalmış Qo'rchoq rais Erkin To'xtiyozning bu yerdagi nutqiga nisbatan noroziligimizni bildirish, Xitoy hukumatining bu siyosiy nayrini suiqasdni fosh qilish uchun kelgandik. Biz namoyish boshlanmay bir haftaning yak sosyal medyalardagi tashviqotlarimiz natijasida epag'am va tashviqot urish natijasida ben hozir ishdan chiqdim, yig'in qatnashib biz ma'lum nisbatda maqsadimizga yetgan va g'alaba qilganligimizni ko'rdik. Chunki Erkin To'xtiyoz bugun bu yerda echilish nutqi so'zlamak istedi. Ama onun bugün bir yer sözleydiğin hukuku elip taşınıptı. Bunu bir kızgın karşıya çağıp çalınlar bana. Demek kılan her bir kadimimiz, kötegen her bayrağımız, mangan her yolumuz netice bir otudu. Bana bir 6 ay ilgili 11. ayının 6. günü Mişe'de hemen ve bir yer kilenmegen Edirdan gençlerimizin topluşuyla Mişe'de Birleşken Devletler Teşkilatı'na ceza lagırlardaki milyonlanan halkımızın arzusunu yetkizip namayış kantok. Şu vakti Xitay hükümeti bizde bunda kamp yok deyip hakkı turup dünyanı aldaştırıştan cahillik bilen meydandan vazgeçmeyi dünyanın aldaymen diyen. Ama şu kadınlık namayışın tesirinden 14 devlet Xitay'ın bu neyranlık işenmeyi Şark Türkistan'da bu kamdır. Takaysan dedi, onun dinkin bütün kalakara emekler kaynap gitti. Nurgulluğun devletler kayninden Xitay hükümetinden bu ceza lagırını talep kıldı. Şununla Xitay amansız bunu itiraf kılıştı mecbur oldu. Endi taktikini özgürtülendi. Başında kamp ama ben terörizm karşıtırvatımen, radikalizm karşıtırvatımen, diş arkalık dünyanı aldaştırış otudu. Demek biz ma'lum qalbi qildik. Hozirgacha yapgan bütün faaliyetlerimiz, Muşu Cemiyet'te Birleşken Devletler Teşkilatı yapgan bütün namoyishlarimiz Xitoyni ve dunyoga ta'sir qildi. Endi Xitoy taktikini o'zgartib aldashga o'tdi. Mana aldashning bir qadimini bugun bu yerda basmoqchi. Buni biz muvaffaqiyatli holda mag'lub qila oldik. Demak, bugun nurg'unlagan davlatlarning bu yerda prezidentlari hozir men ichidan chiqdim. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Ali Komiseri Michail Başlaq Hanım eçiliş nutkuda Şarkı Türkistan meselesini, Uygur meselesini, Şarkı Türkistan'daki ceza lagırı meselesini oturup koyup etti ve şundakla yüzünün xadimlerinin Şarkı Türkistan'ı verip hiç kandak takip terörizmi uçurmasın, tekşürüş ettirişine Xitay hükümetinin ruhsat kılış gerekliğini yeni bir kıtım oturup koydu bugün. Nurgulluğun devletlerinin prezidentleri söz kıldı. Bulgarya prezidenti, Ermeniya prezidenti, Taşkistan ministri nurgul devletlerinin. Demek şuların katardı bugün Erkin To'xtiyaz gap kılmakçı, onun sözleş hukuku elip taşlandı. Muşa kelgen her bir kardeşimizden heplerden bu yan sosyal medyalarda muşu ruhunu paylaşkan bütün kardeşlerimizden bir kişilik hepsi var. Demek güneş kısak, onun ecrini kısak, o çokum netice verdi. Çünkü bu koşallıkın sırayla ortak uygun gördük. Hem de özün günlerde yapılamdı bilmeyiniz. Yapısı biz gelmişlerdi. Biz bu yılın katmışımız, hakkımızı ağıça, en ahırtımızca, en zor imkaniyetlerimizle bulunup bir yerde Xitay'ın bu meyranlarını yok kılıştırışımız. Şunun bir yerde katmış belgen hemmenlağa köptün köp rahmet. Bir yerde bir kısım Tibet karındaşlarımızın kaptı, bir kısım halkara teşkilatlarının vekillerin biraz da başka halkara teşkilatlarının adamları bir yerde mutlu sözdeydi. Şununla şuarlarımızı tavlap bir yerde kalıgan şekilde çünkü biraz da sizleri görmegen buluşunlar mümkün ama sizlerini gördü. Bizni gördü. Belki Erkin To'xtiyaz allı burun birlikte içini buluşum ki izlep tapamadım yok yerde. Ya onu solap koydum bilmeyiniz. Ama maşında ötüp Xitay diplomatları yigitki tutmuş hadi köyde yapıyordun. Hele biraz da keyin tuşlamak çıkan vakti yönü gördü sizlerine. Şunun Musa'nın hemmisi Xitay'ın tutudu. Çünkü hak biz tarafta. Biz üstümüz. Bugün Xitay'ını korkutvatkan fakat bir ruh var. Bu olsun o Uygur ruhu. Şarkı Türkistan ruhu. Çünkü bütün dünya Xitay'dan korkutudu. Xitay şunçilik kudretli deydi özünü. Atom bombaları var. Xitay'ın dünyanın ikinci iktisadi pulu var. 1 milyar 400 milyon nüfusu var. Ama Xitay
bizden şunçilik gal titrab o'tdi. Nimishqa? Chunki biz haqliq. Chunki biz haqliq, haq biz tarafda. Onun ustiga mushu ruh kechidan uxlamay 1000 kilometr yo'lni besib keladigan mushu ruh Xitoyni qo'rqitayotgan ruh. Mushu ruh bo'lg'achqa Xitoy bizni har zaman qo'rqaydi. Chunki uning qanchalik atom bombalari bo'lsin, qanchalik boshqarilgan bombasi bo'lsin, qanchalik puli bo'lsin, bizning oldimizda bir tiyin. Biz chunki haq bizning haqqimiz. Chunki Xitoyning atom bombasi bo'lsa, bizni mudofaa qiladigan bizning Allohimiz bor. Biz shuni ishonamiz. Chunki bu yo'lda adoqcha mangimiz hammanglarga rahmat. Aziz qarindoshlar, hozir biz Reisimiz Dolqun Aysadın Allah razı olsun. Her bir mangan kademeden gül önüp tutsun. Ve müşekegen barlık kırındaşlarımızdan her birimizinki mangan kademimizden küçüdün kufulmay uykusuz mangan kademlerimizden Allah razı olsun. Gül önüp tutsun. Ve muşu kademlerimizden, muşu mangan her bir yolumuzdan sebebiden inşallah güzel vatanimizdeki buluvatkan aşı zulüm, lager meselesi inşallah bu yılın ahirgi başıga bir takılıp, halkımızga bir erkinlik olgusi. Endi biz bugün namoyishni bir yerda qilib, soat 3 kishilik ruxsatimiz var. Hammamiz o'zimizningki davlatimizga qaytamiz. Qaytgandan keyin 7-oyning 5-kunisi Urumchi qirg'inchiligining 10 yillik bo'ladi. Her birimiz o'zimizda tug'an shu davlatlarimizda Urumchi qatliamining va Urumchi inqilobininki 10 yillik munosabati bilan keng ko'lamlik namoyishlarni hozirdan boshlab Dunyo Uyg'ur qurultiyi buning uqtirishini chiqadi va bunga tayyorlik qilib bu namoyishlarni alayda bu 10 yilligini o'tkazishimizni her birimiz uchun bir fariz veya bizim Uyg'urlik burcimiz deydigan her birimiz ustimizga vazifa qo'yishimiz lozim. Vatanni ozod qilish uchun, erkinlik uchun barliq xalq dunyo insonlari mayli buningda musulmon bo'lsin, boshqa musulmon bo'lmagan millat bo'lsin, o'zining joni bilan, qini bilan, meli bilan hamma narsani kechib turib bu inqilob qilayotgan sharoitda biz bir qancha kunlik yoki bir kunlik veya bir qancha soatlik mushu namoyishlarga kelmagan Uyg'ur qanday Uyg'ur bo'lganligini, o'zining kim bo'lganligini biroz o'ylab baxsi bo'ladi. Kelgan qarindoshlarımızdan sizden Allah razı olsun. Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi degandek biz qaytib ketimiz bugün. Her qaysi davlatdan kelgan bizning raisimiz buning ichida yana 2 kunlik faoliyat var. Bu faoliyatlarning ichida Xitoy bilan bo'lgan jangni mushahidat qiladi va xalqaro boshqa tashkilotlar bilan davlatlar bilan olib boradigan siyosiy faoliyatlarni davomli olib bordi.